Plastik idishlarni chiqindiga tashlashga shoshilmang, chunki hozir men sizlarga chiqindidan millioner bo'lgan yosh amerikalik daho haqida gapirib beraman. Yer yuzida har yili 400 million tonna plastik chiqindi chiqadi va bu dunyoni halokat sari olib bormoqda. Ammo AQShlik bitta 21 yoshli Julian Brown bu muammoni hal qilishga kirishdi. U plastikni benzin, dizel va gazga aylantiruvchi qurilma yasadi. Bu texnologiyaning nomi mikroto'lqinli pirolis. Kislorodsiz muhitda plastikni qizdiradi va foydali yoqilg'iga aylantiradi. 2024-yil may oyida xavfsizlik choralariga rioya qilmaslik oqibatida 2-darajali kuyish jarohatini oldi, lekin to'xtamadi. Uning YouTube loyihasi NatureJab, yana bir kompaniyasi Jaboroma. Undan tushgan foydaning 10%ni ilmiy ishlarga yo'naltiradi. Julian shuni isbotladiki, yosh bo'lish bu to'sqinlik emas. Ha, aytgancha, u YouTubening o'zidan yiliga $462,432 dan ko'proq foyda oladi. Bizni O'zbekistondan ham chiqindidan biznes qilib, odamlarga va tabiatga manfaati tegadigan insonlar chiqishini tilab qolamiz. Balkim bu siz bo'larsiz.